Firibgarlik va oddiy aldov o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, firibgarlik bu jinoyat tarkibiga ega bo'lgan harakatdir. Firibgarlik boshqa shaxsning mulki yoki mulkiy huquqini aldash yoki ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan qasddan egallashdir. Firibgarlikning tarkibiy belgilari: obyektiv tomoni mulkni o'zlashtirish yoki boshqa shaxs foydasiga o'tkazish. Subyektiv tomoni qasd, aniq maqsad bilan boshqalarni aldash orqali boyish. Subyekti esa jinoyat sodir etishga layoqatli 16 yoshga to'lgan shaxs hisoblanadi. Misol uchun, qarz olib, qaytarmaslik niyatida g'arazli ma'lumot berish, yolg'on shartnoma asosida pul olib, mahsulot yetkazib bermaslik, aldash yo'li bilan mulkni o'ziniki qilib olish. Javobgarlik Jinoyat kodeksining 168-moddasiga asosan katta miqdorda jarima, axloq tuzatish ishlari yoki ozodlikdan mahrum qilish va hokazolar.